Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, hurmatli fuqarolar. Meni ismim Alisher, familiyam Norov, Agrobankda o'rinbosariman. Bugungi navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz belgilangan. Kimda Agrobank mahsulotlariga, xizmatlariga qiziqishlari, talablari bo'lsa, mana shunga uchrashuv davomida keltirib o'tasizlar. Biz jamoamiz bilan birgalikda mana shu sizlarning murojaatlaringizni o'rgangan holda yechib berish chorasini ko'ramiz. Murojaat qilguncha birinchi navbatda ozgina tushuntirib o'tay. Familiya ismi, tashkilotning nomi, adresi, qaysi mahallada ekanligi, telefon raqami, lekin qisqacha murojaatini aytib o'tsa, biz yozib olamiz, qisqa muddatda o'sha murojaatlarni yechimini ko'rish chorasini ko'ramiz. Biz hech kimni vaqtini olmagan holda boshlaymiz. Bir boshdan aytib olamiz. Men G'ayratjon Mushtariy Sherzod qizi yalti bog'cha ochganman. O'shanga 100 million kredit olmoqchimiz. Xo'sh, yalti bog'cha. G'ayratjon Mushtariy. Qaysi mahalladan? Mera Kamufliya. Oybek ko'chasi. Telefon raqamingizni bitta aytib 88lik 101 86 17 Nima murojaat qiling? 100 million kredit olmoqchimiz. 100 million so'm kredit. Yalti tegadi. Nima maqsad bilan? Maqsad. Bog'cha nima bilan jihozlashgan? Sizlarda prezidentimizning 3 so'm qarori bor. O'shanga asosan tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha 300 million so'mgacha ajratilgan turimiz bor. Kichik biznes qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi kreditimiz. Biz hozir hujjatlarni berasiz, undan chiqib kredit tarixini, joriy majburiyatlarni o'rganib chiqib, kredit agar olishingizda hech qanaqa kreditda kattaga ba'zingizga nima bo'lmasa, kamchilik bo'lmasa, 100 million so'm o'sha bog'chaga chiqarishga beramiz. To'g'ri. Yana kimlar bor? Baroniy Fayzul Akram xo'jaligi. Birlik? Ha, Fayzul Akram xo'jaligi. Birlik. Qaysi mahalla? Baroni. Chorvachilik 100 million so'm kredit. 100 million chorvachilik kredit so'rayapsiz. Sizga ham xuddi shu G'ayratjon Mushtariga aytilgandek, kredit tarixingizda joriy majburiyatlarni ko'ramiz. Haqiqatan ham chorvachilik bilan shug'ullanish bo'yicha sharoitingizni holimizni o'rganamiz, shu kundan qoldirmay. Hech qanaqa to'sqinlik bo'lmasa, kredit chiqariladi. Telefon aytib 117 32 bo'lib tushadi. Yana kimlar bor? Assalomu alaykum. Miyozor mahallasida Latif Beliyor fermer xo'jaligi bo'yicha 100 million so'm kredit olmoqchi. Miyozordanmiz. Buxgaltermisiz? Ha. Nima maqsadda? Fermer xo'jaligi. Chorva parranda nima bor? Mo. Chorva. Telefon aytib o'tdi. 77 109 109 20 20 Bu yozib sizga ham buxgalter bor. Sizga ham xuddi shu ularga aytilgan gapdek faoliyatingizda, kredit tarixingizda, joyda sharoitda
mol qilishga sharoit bo'lmaymi? Shu narsani birlamchi imkoniyat o'rganib, birdan masalangizni yechib beramiz. Rahmat. Yana kimdan bo'ladi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Buxgalterda charchamayapsiz? Xo'jaligi bo'yicha. Qaysi fermer xo'jaligi bo'yicha? Chorvachi. Nomi. Chorva. Qaysi fermer xo'jaligingiz bo'yicha keldingiz? Kesh Rustambotovmi? Katta olmoqchisizlar? Necha pul olmoqchisizlar? 100 million so'm. Chorvagan? Chorva. Imkoniyatni aytvoring. 99lik 99lik 180 180 20 20.05. Sizni ham buxgalter telefonda yozib oldik. Kesh Rustambotovni buxgalterligingizni bilamiz. Qisqa muddatda haqiqatan fermer xo'jaligiga kredit tarixidan xabarimiz bor. Qisqa muddatda yechib berish chorasini ko'ramiz. Chorvagan? Bo'ldi. Yana kimlar bor? Bo'ldi. Tamam. Hurmatli tadbirkorlar, shu murojaatlarni mumkinlarga yozib oldik. Qisqa muddatda 1 kun, 2 kun ichiga xodimlarimiz tomonidan haqiqatan o'sha faoliyat bilan shug'ullanishni sharoiti bor yo'q o'rganib, kredit tariqlarimizni ko'rib, shunaqa bir to'xtatuvchi omil bo'lmagandan keyin kreditlarni qisqa fursatda yechib berish chorasini ko'ramiz. Hammaga katta rahmat.